Qeyrindaşlarım, yaxşımısınızlar? Bugün azıraq ortaqlaşaylı. Mən bir aildagi bir işimdən başlay. Mena beşimdən keçirgəndəy desəmmi boludu. Məsələn, dadam rəhmətlik bizni bəzən bir köktatlarını yeyişkə məcburlaydı. Məsələn, bəzən bir mən kiyik göşü, turmuşda bək adətdə işletidigan bir yep iste'mol qilib o'rgangan bir go'shtlardan sırt go'shtlar deyli to'shqon bundaq go'shtlarni bolalarga foydali deb turib akilatdi. Akasa men yemaydim. Faqat yemaydim. Lekin dadam bek majburlaydi. Majburlasimi yemaydim. Qarshilik ko'rsatdim. Ondan keyin pomidorni ayirib qo'yish degan bolalarda bor. Masalan, bizning oilamizda bor. Ondan keyin uni boshqa xil usulda qaynoq suvga besib etib, postini chiqarib etib, o'sharoq to'g'risi bolalar uqmay yeyaverdikan. Uni o'zgartirgansiz ba'zan narsalarga. Lekin ko'nglingiz faqat ko'tarmaydigan narsani yeyishingiz hojatisiz deb o'ylayman. Masalan, poxni. Poxni hech kim yemaydi. Qog'i pox yemasda, ish pox yemasda deb turib cho'nglarning so'zlari bor. Avtonomiya deydi. Avtonomiya Xitoy bilan birga yashash degan gap. Biz xohlamaymiz dedik, sizning ishingizga aralashmadik. Sizmi bizning og'zimizda bo'g'ib, "Yo'q, sen mustaqillik demay, sen ash poxni yeyma deyishing kerak" deb turib deyish hech qanday huquqingiz yo'q. Bu Yevropa ellarida e'tiqodmi hargiz majburlanadigan narsa emas. Biz islom diniga e'tiqod qilamiz. Hech kim bizni ma diniga kir, sen ro'za tutma, mundaq qilma demaydi. Xitoy shundoq qilyotidi. Xitoy qizlaringni ostiga bostirib yetyotidi. Uningda nima tug'ildi? Uningda Uyg'ur tug'ilamda, Xitoy tug'iladi. Ba'zilar Xitoy xotin og'allar bor, ular ko'ngli ko'tardiganmish. Amerikada shunday jiqqa undaqlar. Ularni o'ltirib, "Voy, ya, avtonomiya bo'lish kerak, mundaq qilish kerak" deb mayli u mustaqillik men uchun bir tush bo'lsin. Men uchun nima bo'lsin? Lekin mening e'tiqodim bilan hargiz zid emas bu. Mustaqillik bilan e'tiqodim zid emas. U men bilan teng meniverdi. E'tiqodingiz bo'lgan bilan vatanda nima bo'lyotidi? Ro'za tutilmaydi. Aroq ishkizayotgan, majbur biri bilan yegizayotgan, cho'shqa go'shinimi majburladi? Lagerda nima ishlar bo'ldi? Qizlaringizni ostiga sap yotdi Xitoy. Har qanday qonliq bostirilish, har qanday qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik bo'lyotidi desa, boshqa bir nimalarni yezib yuriydi. Biz bo'pti sen yeziva, biz o'zimizning fikrini ifodalaymiz deb, o'zimizning sahifasida o'zimizning ko'z qarashini ifodalaymiz. Sening bizni tillash, bir nima qilish huquqing yo'q. Sen diktator Xitoyning o'zi vakolatchisi deb o'ylayman men, tashviqotchisi deb o'ylayman. Agar ahli joyida bo'lsa odam men yemayman deb deyalayman, ostiga kirib birim yozmayman haqninkiga. Anыңғы bir nima verib, manыңғы bir agarda shu Xitoyning ostida yetayotgan sening qizing o'schu, sening singling o'schu, sening ochang o'schu. To'g'ri sizlar millat og'rimaysizlar. Jihlabamish davo sepitga millat og'rimaydiganlar. Ular bilan men bir emas. Lekin men ko'nglimda ko'nglim ko'tarmagan narsani yemayman deyman. Shak-chup qolgan narsani yemayman. Hergiz birisi tırnaqı uzun ayollarning etgan tamog'ini yemayman. Bu mening odatim. Odatim. O o'zgarmas bir xil endi tırnaq qo'ymayman, bolalarimga tırnaq qo'yg'izmayman. Bu o'gitisiz bolalarga ba'zan narsalarni voy men bo'lmaydi. Men tamoq etganda mundaqroq kiyim bilan itimiz. Tamoq etganda men qo'llar mundaq bo'lish kerak. Tırnaq qo'ymaymiz, ko'nglimiz ko'tarmaydi deymiz. Xitoy düşmanım davassa, düşmanımız emasmi? Bütün dünya Xitoyni düşman davassa, bizning düşmanimiz emasmi? Lagerdan 3-4 chiqdi desiz qolganlarchu vatanning o'zi bir turma. Agar lagerdan odaming chiqqan bo'lsa, berib kelamiz. Shunday shuni maqsadim. Biz ko'tarmaydi, bizning ko'nglimiz ko'tarmaydi Xitoyni. Senin ko'ngling xohlasa, u o'zingning ishi. Boshqa odamga majburlash huquqing yo'q. Boshqa odamga biror narsani majburlash, tahdid qilish bu jinoyat. Sen chet elda hech nimani o'rganmagan o'xshaydi, bir nima yuqmagan o'xshaydi deb o'ylab qolma ba'zi odamlarga. Tahdid
Mecburlaş o cinayet. O'ylashib ol, bilib ol. Bütün dünyada Xitoyga qarshi ovoz chiqayotgan ne vaqt. Biz o ovozga ovoz qo'shmamdik. Xitoy sening dushmaning emasga. Xitoy bilan bir ustalga kelib o'ltirishni planlab qo'yding. U yoq bu yoqlardan yog'andan mustaqillik deb qo'yib bir nimalarni chiqarib, keynidan ostiga odam yig'ib, uningdagi tezdan g'oyib bo'lib, yana bir qilib, yolg'ondan bir narsalarni yasab chiqsang, hozir ishonmaymiz biz. Lekin senin etti beşirini aşmayımız. Özümüzün işinden özümüzün fikrini ifadelaymiz. Hergiz seninki kirip bir nima demeymiz. Müstakillik meyli, müstakillik mening nişanım, mening iradem. E'tiqodim bilan tang mangadu. Agarda mustaqilliging bo'lmasa, vataningning holi ovi bo'ladir. Millatingning holi ovi bo'ladir. Shu dafsanchiliklarni hammani ko'taramsa, oshada hamma millat bor edi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz hammasi bordi. Biz deb tatqanda kim ovoz chiqadi? Ash vatanda tuproqning ichidagilar. Lekin Qozog'istondagi nima qozoqlar guvohlikqa alohida kuch chiqadi. Shuning uchun men alohida hurmatimni bildiraman qozoqqa nisbatan. Chunki biz qilolmaganni qildi ular. Biz qilolmaymiz, ularning mustaqil davlati bor. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar. Ben Qozoq bilan düşman emas. Ben Qozoq bilan birga cho'ng bo'ldim, Qozoq bilan birga o'qidim, saboqdoshlarim bor. Biz azaldan ular bilan urushib, tilishib bakkan emas. Sen nerede men bilmayman. Anadikin yurtvozlik, u yurt bu yurt. Uyg'ur. Men Qozoq uchun mustaqillik talab qilaman. Men oltishalik uchun mustaqillik qilaman. Mundaq dedimmi? Ürümçi üçün qilma dedimmi? Men o'ltiryapman, jidalni sen haqasın yurtvozlikdan, anadikin mushu qeyrindosh millatlarning orasiga fitna selishdan boshlayapsa. Men agar o'ylab qolaman, "Voye, ziyoli sendek bo'lgan bo'lsa, men ziyoli bo'lmay ketay." Men azaldan davatman, men ziyoli emasman, dixon deb. Sana şu palazdek, paytimidek narsalarni yezip çıkırıp koyup, pasatlik bir iki sözünü koyupla, şunu yezip koysanlar, oy pek okugan ki, alim ki, bizim milletimizde alim çiçip koysun mu iştiniga, şunu mu tam yeyimiz demdik hem de? Bir mındak çıkırıp koysun mu yeydiğen gepme tam? Hatani hata deymiz, o alim bulamdı, nime buluşunun qat'i nazar. O xatalıqını özü qısa meyli, o qıqan xatalıqını təni yanlar dese onun bo'lmaydi. Əxloşun joyida bo'lsa qarab baq. Lekin bizning ishimiz aralashma, biz mi seninki aralashmagandikan, o chiqib olib matata desizlar, on onlanglar, mana mundaq deb, ani qilib bo'lib, mani qilamiz. Unda gap yo'q. Vatanda sizlar o'ylab yiqinglar, biz oldirab uyimizni sotadigan bir millatkanmiz. Aldirablar. Bir ish bo'lsa, qiyinchilik yo'liqsaqlar uyimizni sotar ekanmiz. Sizlar o'ylab yiqinglar, zaminni sotmaslik kerak. Xitoy bilan tang o'ltirmasan, sen miyaringda iliqlik yerlaring bor, do'stlaringni so'lab berib, o'zing qaytib chiqqanlaring bor, anadagi tasmang iliqliklari bor. Kuni dedim, Ko'sar turmoq, Ko'sarning ichidagidan tatib iliqlik odamlar bor. Biz ularga o'xshamaymiz. Biz o'zimizning ishini qilamiz. Mayli u tush bo'lsinmi, men ash tushni ko'rishga rozi. Shuning uchun sening butun Uyg'ur nomidan mundaq qilish, mundaq bir karar çıkarış, Uygur namıdan, bütün Uygur namından karar çıkarış, birer belgelemege, birer neresi kol koyuş, hiç kadar hukukun yok, sen kim? Nimde Xitay bilen tang mağazsa? Xitay nimiş ki Uygur'a baş oluş gerek? Anadaki o bola bilen biraz dava sepedekiler asasçıdan kudubacı yana birme, nimiş ki sual koyuşmaysa, o özerna işi pohni tang yeyme desen, o 70 neçə yaşlığı çiçip bergəni yesən mi meyli, yeni bir çiçip bergəni yesən, yevə, köngülün kütəsi yevə. Lekin bizning köngülümüz kütəmeydi. Bunisi aniq. Əgər əxlin joyida olsa, meyli Türkiyədikilərə ən ağır məsəl Türkiyədə. 3 gündən aldıdımı bir akımız degan Türkiyədə yana aşındaq Amerika düşmənligi degan narsa qo'zg'alyapti deb.
Amerika anağını birmi qilmadi, Xitoy anağını birmi qilyotidi. Xitoy ochangni birmi qilyotidi, singlingni, qizingni birmi qilyotidi. Bolalaringni ach qolmayotganlar qarab baq. O'ylab baq. Xitoy qilyotidi, Amerika qilmadi. Amerika Uyg'urni ostiga bostirib yotdimi? Vatandoshlik berdi. Ha. O ba'zilar vazifalik chiqqanlar uyda o'tirib ishlamay qanday pul topalaydi? Qanday pul topalaydi Amerikada? Bu Yevropadan Amerikaga berib biror narsalarni elish anchavala jafoliq emas. Bu unchavala qimmat ismi qilmaymiz ba'zan narsalarga qarab. Ajab azanka desak, Amerikaning o'zida turganlar, "Uy biz uchun bir qimmat" deydi. Biz uchun unchavala qimmat emas. $1 bir narsa olib yeyish, $1 bir nima qilish, $5 emas, $10 bir nima qilishmi unchavala og'ir masala emas bizga. Lekin Amerikada shundaq. Shunda holatda qandaq seningki kartalaring bor, uyda ish qilmay, uyda o'tirib yashayotganlar nima uchun ashta qila oladi? Sizlar yaxshi o'ylab yiqinglar. Amerikada og'ir masala bor, ular ziyoli bo'lsin, o'tirga chiqmaydi, mumkin emas. Mumkin emas. O Turkiyadagilar ilinib qoldinglar 5 kilo mayga, 5 kilo unga. Kim nimada shuya qarab mağsizlar. Ahli uşunlar joyida olsa, aşındaq sarsanliq, aşındaq yo'qsuzlik, bir tiyinsiz bo'lib qolgan vaqtda nima sababdan deganga savol qo'yib baq. Endi uni maqtab, "Voy, Recep Tayyip Erdoğan efendim deydi-ku. Dedi-ku. İşinglarni Amerika hal qildi deb. Amerikaga bir muncha davolash uskunalarini evatdi-ku Turkiya." Uyg'urning orasidagi mushuklar qilyotdi ishni. Mushuk deysam, oshlag'i haqorat. Dushmanini tunimagan odam uchun aytgan chaqda, po'x yeyish rost. Agar e'tiqod deydigan bizning ne soqolliqlarimiz bor Turkiyada. Va Yevropadan miyaga soqollarni qo'yib olgan. Qo'yib olganlar nima ish qilyotdi? Vataningda Xitoy qizlaringni depsanda qilyotdi, xotin qizlarni depsanda qilyotdi. Nim deb igi chiqmaysa, yana Xitoy bilan birga yashayman deysan-ku. Demamsa aqasing. Ro'za Ramazon, vatanda Ro'za Ramazon bormi? E'tiqoding bo'sli hisob emas, vataning mustaqil bo'lmasa, hech nimadan so'z ocholmaysa. G'urur, poror hech nimadan. Voy tixi, voy jannatga kirish uchun ro'za tuting. Jannatga kirish uchun 5 vaqt namozda turib tashviq qilsizlar. Oshining bilan jannatga kirib ketsang, voy, bak qiziqarli ish ular, kulkulik ish ular. Mushu hozirgi turqimizdan-chu do'zax to'shib ketadi bizning. Ramazonda nim bo'lyotdi, Xitoy bilan to'y qilg'izyotdi qizlarni. Ba'zilari xohlab qilsa, ba'zilari xohlamaydi. Xuddi chet eldimi po'x yeyishni o'zing xohlaydiganlar bor, xohlamaydiganlar bor. Chet eldagi hammadan boshqa millatga to'y qilib ketmaganda, ochisi, bolalari boshqalarga to'y qilib ketmaganda, Xitoyga tekkan bor, Xitoyni olgan bor. Mush Yevropa, mush chet eldimi? Nima ishqa? E'tiqod masalasi o'zingning mustaqillik irodang bilan bek zish munosabatlik. Bo'lmasa hech nimadan so'z etish mumkin emas. Yaxshi o'ylab yiqinglar qarindoshlarim, majburlamanglar bir narsani. Mani qilib bo'lib anodek qilamiz deydi. Zumrat xonim ko'may, anglamay desam, odamga mushman gaqibdi deyman. Ba'zan jidallarga kirmamsiz deb kirmayman. Shaytonlar yilda har xil tema tashlaydi. Bu temalar burundan tatib bordi. Avtonomiya temasini men burun so'zlab bo'lgan. Nima sababdan so'zlagan? Ba'zan temalar chiqqanligi uchun. Hozir nimishga uni yana chiqirdi, yana tashlaydi. Oyoq-moyoqqa qarab yurib. Bir nuqta qaramayapsizlar hozir. Uyqonglarni ichib baqsanglar bo'ldi. Kim birmi tashlasa shuni eski palazni mushtaq o'tirsizlar. Bu madaniyating mustaqilliging bo'lsa hamma narsang bor bo'ldi. E'tiqoddan til eg'iz ochmayli biz. Biz ro'za tutiblar, namoz o'qib ibodat bilanlar biz jannatga kirolmaymiz. Biz musulmon hisoblanmaymiz. Ashuning bilanlar. Qur'onni o'zingga xos tarjima qilib olgan bo'lsang, u o'zingning ishi. Boshqa tildami o'qib baq Qur'onni.
Bunda pichirlab tarjim qilib bergan, hadis. Aşular bizga bir munch fatvolarni pichib berdi. Nimishki o'zi qilmaydi shu ishni? O'zingni xotiningni haqqi berib baqa. Sen bir yerga turmaga kirib qolganda xotiningni boshqalar ägi berib baqsin. Sen fatvo pichib bersan hamma narsaga. Eng qisqasi so'dig'im fatvo pichib beribdi. Xitoyga maska sotganlarga fatvo pichib bergan dedi. To Xudoyim dedim. Odam bulamsay, o'zingni rostli Xizr, o'zingni rostli payg'ambar deb hisoblaydigan o'xshaysa. Sen payg'ambar emas, menga o'xshash banda. Burunlarda dadam rahmat xatmi Qur'on qilsa, "Ojo, najab chiqnas biladi" deb o'ylaydik. Keyin boshqa bir qorimlar kelib, o'sha iliqi o'lim yetimlarda anda o'qiganda "Voy, dadamdimi bak o'qiydiganlar bor ekan, mau" deb turib bildigan bo'ldik. Ma chatalga chiqsiz, ajoyiblarni ko'rsiz. Voy, biz unda mehnat qorimlarni uchirib baxmadik ma yoqdimi? Somalilar bor, turk qorimlar bor. Uyda bir ishlar bo'lsa chaqirsak turk qorimlar kirdi, o'zbeklar bor. Hamma millat o cho'qim Uyg'ur kirish shart emas. G'ayvatmi bo'lmaydi ekan deb o'ylaymiz ba'zida. Biz g'ayvatga aralashmaymiz. Sen g'ayvatni qilib kasıldab o'ltarsang to'rda maqsading hali kuch paranglarga ega bo'lish. Zerikib qolganlar o'ziniki bunda bir zerikib qolgan ish pushqalarini chiqarish uchun o top bu toplarda mana shundoq bir qancha bak to'yib ketib men WhatsAppni juplavatdim. Juplavatdim WhatsAppni. Shuningla qulqim jim bo'ldi. Endi Messenger qaynaydi. Bunda avvatdı, anda avvatdı. Bo'layotgan bo'lsa, mayli o'zingiz ishni anglashni xohlasangizmi, uni ko'nglingiz ko'tagini. Bir narsani rad qilish bir ingi bo'lish kerak. Nimani ba'zi qandoq yaxshilikni ba'zi rad qilishni bilmasa, meniki nima sababdan menga yaxshilik qilyotdi? Masalan, ba'zan bir yolg'iz erlar shu "Voy, shuni qilib beray, mashini qilib beray" desa, biz men rad qilib kelgan. O men uchun imtiyoz degan bilan uning bedelini to'lashim kerak deb o'ylayman. O'zi u vaqtlarda mashinlarimiz yo'q vaqtidami menib yurib narsalarni akilishga roziki uning buning mashinasiga chiqib olmaydim. Men 50 yoshga kelmagan Norvegiyaga. O'zimga xos yeshimdagilarni mayli qandoq izdisimi qat'iy. Sababi mayadin ilinib qolsa Norvegiyada beliqchiq chiqadi. Beliq tutib akilibmi, voy ma beliqni ya tozalab qo'ydik, voy mani sen nim qil, javobim chiqqan chog'da, o'sha kelib, siyosiy panohlik tilab javobim chiqqan chog'da, voy, osh kampdiki yolg'iz erlar. Voy shu beliq, voy yo'q biz beliq yeyishni yaxshi ko'rmaymiz deb bozordan elish rozi haqning beliqini olib yemaydim. Uningdan kiyimmi shu, ajishib ketgandan kiyimmi shu, qismi rad qilitim, rad qilmasang miyadan ilinsa, bir kunlarda opang JT degan ismga qolib qolmay deb noyda ehtiyot qilib pokiz yurdim. Shundinga eliq JDsimi menga chaplashmadi chunki tutib olgan yering yo'q bo'lgandan keyin. Agar ahlushing joyida bo'lsa, ko'sringga ega bo'l, ishton beg'ingga ega bo'l, nafsingga ega bo'l, hamma narsangga ega bo'l. Bir odamning bekor bergan narsasini rad qilishni o'rgan. To'g'ri, ba'zan bir o'rinlar hozir uyda o'tirib pul tepishning yo'liga kirdi. Nima da'vo, atalmish da'vo, pul tepishning yo'li. Shuning uchun pishmoq o'tiriblar, demoqda, voy inshaalloh, mashalloh desa, biz Xudoga shukri, Xudoyimga omonat, Xudoyim buyursa deydik. Hozir hammasi bir xil diniy tus olganmi emas, arab tus olganmi emas, alohida bir xil tus bor. Shuni o'rgangan yerda vatan deganni o'rganmadingmi? E'tiqoding shu vatan orqali sen baribir nima arabniki hamma nimasini kiyib olsangmi, sen yana Uyg'ur qara xatolashib qolma. Sana bir iqomat, sana nima bermaydi-ku, vatandoshlik bermaydi-ku. Arabistonda sen Uyg'ur bo'lganing uchun emas, boshqa davlatdan kirganlar bir odam shuning uchun sana vatandoshlik bermaydi. Vatandoshlikni Yevropa berdi, Amerika berdi. Nimishki Amerika tarafda turmaysa, Amerika taraf Xitoy tarafda turyaptamda, sening dushmaning tarafda turyaptamda, nadagi bir davlatga yolg'onda nimamiz davoni oldi biz oqti ko'kti deb turib, biqinga kirib olib, yana davoni sayrab, "Voy, ishtiningni sap bersangmi, beka yana. Beka."
Yürkünü kespäsən bika. Şununğa ama Amerika düşmənligini çıxırıvatqan aşlarının özü Xitay. Amerikada turub, nemişlarını qıvatsızlar? Hey Xudayım, milletimge bir insap dileyme, insap aql dileyme. Aql şun joyida yaxshi o'ylab baq, Turkiyadagilar o'ng ta'tir narsalarga sanamga dastlashma. Mushu saqalliqlarning keynidan nimalarni ko'rdinglar? Mushu saqalliqlarning keynidan nimalarni ko'ryapsizlar? Oldin turmaga kirkitib, eldan el kirib shikoyat qilib qo'y deb kirkitayotgan vatandoshsiz, iqomatsiz, hech nopussiz bolalar, qiynalib ketgan bolalar degan o'qimagan sapasiz bir munchilar. Keyniken 10 necha yoshni ägi verip, keynidan ervalanım ägi verip, o tug'ilib ketgan bir muncha. Hey, Xudoyim, millatimga shu mustaqillik engi bo'lmasa, mushunda depsand bo'lib yuraveradi. E'tiqod hech qachon mustaqillik bilan zid emas. Bir tuqqan e'tiqoding bilan mustaqillik bir tuqqan. Bo'lmasa sen bika, axlat o'rinda, chüpürəndi o'rinda ko'zga ilinmaydigan bir millat bo'lsa. Rahmat sizlarga.